tepada lekin normallik ko'rinarkan, normallik lekin video boshlandi. Salomlashib oling. Yo, barchaga salomlashlar. Короче, sizlar bilan o'sha Rafiya MC yoki Rafiya Minecraft kanali like bosog'ini qo'yinglar obunachilar. Da lekin qishlog'imizni tepadan normallik ko'rinarkan bitta suratlarga o'g'lamiz uzun polizmi? Bu yoqni keyin esa mana bu yoqlarni. Ular endi poliz yig'ishtirishga go. Voy, aniga tushunmay qoldim. What the fuck? Normallik lekin. Rafiya. Qishlog'i san chaqirdingmi? Da, men chaqirdim. Nima? Albatta ko'rdingmi? Bitta brat kelib 3 ta mashina sotyapti ekan. Sen gapirma, eshitib turibman. Xo'p. Anta bitta bratni ko'rdingmi? Mashina sotyapti ekan. Nima? Qayerda? Seni uying orqasida qaraganda. Xo'p, mana shu polizimni tez yig'ishtirib olaylik. Hozir unda janob mer ezvoradi. Mayli, keyin qaraganda. Xo'pmi? Xo'p, hozir qarayman. Yo'q, obunachilar bilaman, bir oydan beri video chiqmayapti. Lekin men o'sha afsonaviy 13-qishloqqa keldim obunachilar. Bu yoqqa kartoshka ekamiz. Okey, obunachilar. Okey. Obunachilar, like bosog'ini o'qiymiz. Yo, what the fuck? Obunachilar, like bosog'ini o'qiylik, chunki biz oxirigacha 50 ta 100 ta bo'lishimiz kerak. 50 taga ega bo'ldik, короче. Endi men hosillarni uyga borib qo'yib qo'yaman. Okey, bo'ldi, короче. To'xtab. Stop, короче, mana buni ham qo'yib qo'yamiz. Mana buni olamiz. Erkak kishini cho'ntagida pul yurish kerak deyishadi. O'shaning uchun meni cho'ntagimda pul yurish kerak. Rostdan ham jetil. Oma. Men bormasammi bu yoqqa? Yo, obunachilar. Unga sog' boraman. Yo, bratan, nima ham Gulberdan sizlar chiroyli qizga o'xshatdim sizni. Mister o'shanga. Nima kelding? Siz bu yerda mashina sotyapsiz deb eshitdim. Men mashina sotyapman. Xo'p, o'shaga nima qilib sotishim kerak ekan? Sening Rafiyami? Ha. Lekin ko'rinib turibdi-da. Dada, короче, mashinalaringiz qancha? Menga qaysi biri yoqdi? Bularning garaji yopilmaydimi? Yo'q, shunaqasi moda-ku. Da. Menga короче qaysi o'zi qanchadan bularni anonsi? 2 dollar ezvorot buloq. Brat, kallangiz bilan urush qolmas buni bodo. Qayerdan topamiz? Qayerdan topadi jitilni? Bilmayman, balkim sen olarsan. Yo'q, men lekin olmayman, brat. Menga lekin xos. Mana mashina yoqdi, brat, lekin. Da, bu ham shunaqa. Lekin men hozir olib kelib berishim mumkin. Da, xo'p. Hozir lekin meni o'zimning ishlarim bor edi, shunda men uyimni atrofini zabor bilan o'rab chiqmasam, jetillar juda ezvordi odamni. Okey, bro, goddamn, bro. Ketdik, endi daraxt chopib kelamiz.
Hattan chopsamikin, bitta topda suvdan ichib olaylik. Okay, goddamn bro, what the fuck. Balkim bu yerda polniy qora daraxtmikan obunachilar. Obunachilar, ana mashinada bittasini olib ekan obunachilar. Nima deysizlar? Lekin meni olgim kelyapti-da obunachilar shu kunlarda. Shu kunlarda meni mashinam yo'qligi yomonlanib qo'yapti-da. Hamma jetillarning mashinasi bor, lekin meni mashinam yo'q. To'g'ri, ular ham mashina yo'q, lekin menda mashina bo'lish shart-da, jigarlar. Siz kanal like bo'lsa uni qo'ysa, mer menga 100 obunachi bo'lsa, men senga bir qanday ishda blog izmir sog' qilaman dedi. 10 ta blog izmir sog' qilaman deganda obunachilar. Yo'q. Bu qora daraxt ekan, mana shu yetadi, короче. Okay. Oh my god, bro, goddamn, bro. Короче, undoq ketdik. Endi uyga olg'a jigarlar. Uni ekib ketamiz. Va o'sha daraxtimiz o'sib chiqadi, keyin goddamn bro bo'ladi. Qani mana bu gullar olib ko'raylik. Ana bratga beramiz yana. Goddamn bro deb yuradilar. Jetel. Nima? Rafiq, короче. Nima edi? Gul berdim senga, sana chiroyli qizga o'xshatibsan, mista cho'tqaga. Pashonla. Vashi so'kimi? O'sha yo'q qo'yamiz. Yo, what the goddamn bro. Короче, o'chirib qo'yaylik-da. Hammasini cho'pga aylantirib yuboramiz obunachilar. Goddamn bro bo'ladi o'shanda. Okay, hozir unda ana. Menimcha yetib ortib ham qoladi. Mashinadan keyin zaborlar yasab nechta ketadi? Menimcha 12 ta. Endi ana yasash kerak. Nima deydi? Zabor ana Короче, eshigi bor. Cho'ldilar ko'zilar. Ana tushuntirib berguncha sochlarim oqarib ketadi. Jigarlar shuning uchun o'zinglar cho'ldilar. What the fuck? Time qatdan nima chiqadi time? Trade. Jetel bilan trade bo'ldimi? Qayerda u jetel? Короче de. Qayerdan trade boshla? Jetel mana uyimga короче yotdi. O'lla короче endi men buni masha qo'yib turamiz. Вообще ko'p ana kelmanda barobarchilar. Endi men mer oldiga borib kelishim kerak, pul berib turay, mer bu deb boraman. Brat. Okay. Menga ana mashinalar yoqqandi o'sha. To'ta. Mana bitta olsam, ichi boramiz. Mazza qildim. Yo, janob mer, assalomu alaykum. Ratdan yaxshimisiz? Nima qilib, Rafiq yaxshimisiz? O'g'illar yaxshimi? Da. Короче, mer menga 2 ta oltin blok kerak. Oltin nima? Ismot blok kerak, brat, berib turing. Faqat yo'q, berib tura olmayman. Nimaga, brat? Shuni berib turing, kerak yo'q qoldi. Faqat mayli, beraman, faqat bitta shartim bor. Nima shart ekan? Shahardan menga mikrovalnovka bilan alovga berasan, nima ismi? Esladim. Mikrovalnovka bilan basseynlar cho'milganda balon bor-ku, balon. Xo'p. Shunaqada olib kelib berasan. Xo'p, pul berasizmi? Ana shu yer turibdi. Shunda men hozir qancha olib bitta bir stakan olaman, maylimi? Da bor. Okay. To'xtanglar-da. Shuna pul bersinmi? Mashinada borib kelaman. Janob mer, menga pul bering, men mashinada borib kelaman.
Короче, og'ir baylik. Okey. Ana bu erkakning ishi, brat. Ana. 2 bo'lak izimrut edi. 2 bo'lak izimrut oldim. Endi ana bir ratandan olaman. Men короче, bir ratandan moshina olaman. Tut. Короче, men bundan avval ratan o'rtashimizda mishta cho'chqa, короче. Ratan men короче moshina olgan keldim. Qaysi birni olasan? Mana shuni. Faqat 2 bo'lak izimrut olib keldingmi? Da olib keldim men, короче. Al. Mana. Brat, o'rtadagi mashina. Bularni anonsiyon bularni. Nima deydi? Ismi yo'qmi? Yo'q. Mayli. Unda men hozir aniqlab, hozirgi mashinalar bunachilar olib ketgan. Mashinalar gaz bilan yurmayapti, baro buni. Stop. Qo'yaylik, burul olaylik. Ketdik endi ana tomon shaharga olay, короче. Voy, zo'rg'a shahardan ham yetib keldim. Odam ezilib ketdi-ku. What the fuck? Endi janob merga olib berish kerak. Bu men mashina qo'yib ketaman. Qani короче, oldingmi desanglar, короче, mana oldim onachilar. Okey. Yo, janob mer, bratanchik. Mana sizni baloningiz, mana sizni mikrovolnovkangiz, brat. Qo'yib bermaysanmi? Mikrovolnovkani qo'yib ber, o'zim qo'ya olmayman. Okey, buni ham o'z qo'ya olasizmi? Oh my god, bu zo'r ekan-ku. Da, men o'zim zo'r narsa olib kelaman-da. Ana mikrovolnovka qo'yildi. Короче, alo bo'ldi, izlachi qaytmadimi? Yo'q, brat qaytmadi. Короче, bo'pti, ketaversa bu. Bo'ldi, brat, sog' bo'ling. Men eshigingizni ham to'g'irlab ketaylik. Hozir qiynaladi-da odam. Harchi hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan o'sha Rafa Minecraft bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.